bo'lsa, Sekretariyaga ozishgan ekan, siz men ikki tomoniga ip tortmay uraman deyapsiz. Nima ikki tomoniga ip tortib urasiz? Ikki tomoniga ip tortmasdan ursa, bilmayman qana uradi, ularning ishini ko'rmaganman. Lekin men doim ustalarimdan o'rganganman, ikki tarafga ip tortishdi. Ko'ryapsizlar, mana kamron qilib olganmiz, lazerda turibdi. Qolaversa mana achib turibdi. 6,5 sm tagi tepasi. Bu tomonimizga mana lazerga chizib olganmiz. Ko'rib turibsizlar, dimoxodlarni ham qo'yib qo'yganmiz hammasiga. Ipga keladigan bo'lsak, mana Qo'qonlik ustalar ham aka-ukalar, ularga Husanali, Muxtor Ali, Murodjonlarga alohida rahmatimni yetkazmoqchiman. Shuni o'rgatgan. Ulardan ko'pini ham o'rgatolmayman senga, ozini ham o'rgatolmayman. Lekin обязательно ikki tarafga ip tortib urish kerak. Pulni halollab olish kerak. Tushunarli. Laykda miqlashda davom etinglar. Kimga shunaqa 0 dan 100 gacha xizmat kerak bo'lsa, bemalol murojaat qilaverasizlar.